tavsiya qilasizmi yuraydan? Ha, aka, 100%. Bilyapman, ketyapmiz. Xudo xohlasa. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana alhamdulillah Angliya Visa Centerida Face Globaldamiz. Xudo xohlasa qadrdonimiz Temurbali inshaalloh mana shu kunlarga yetib keldi. Temurbali tika turaver, video qilmaylik, o'tirib video qilaylik. Qani, kayfiyatingiz qanday? Maza qilyaptimi qalbingiz? Xudo xohlasa qanaqa taassurotlar bor, ichingizdan nimalar o'tyapti? Qanaqangi samimiy dilizg'onlar bo'lsa, mana og'zingizdan jivoy, mana xudo xohlasa obunachilarimiz murojaatisiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Farg'ona shahridan akamni eshitib keldik. Zo'r, xudoga shukr, hamma yo'lda qilib berishdi. Protsesslarni qilib berishdi. O'zlar hamma yo'lda Visa Centerga kelishdi. Xudo xohlasa oz qoldi, bizga kiribsiz ketadi. Xudo xohlasa inshaalloh. Akamga rahmat katta. Bir qadam qoldi, xudo xohlasa Angliyaga. Alloh taolo shu joygacha olib keldi. Inshaalloh bag'iga ham o'zi yordamchi bo'lsin, o'zi yaxshiligi bilan siylasin. Xudo xohlasa hamisha shunaqangi yuzlari yorug' bo'lib yursin inshaalloh. Biz foydamiz tegayiganidan xursandmiz. Xudo xohlasa biz bir avliyo emasmiz, bir ulug' shaman emasmiz, bir Alloh taolo bergan iqtidor bilan xudo xohlasa bismillah hujjatlaringizni qildik. Haqiqatan ham mana Allohim yetkazdi inshaalloh. Hamma prosesslarni qildik. Avvalo qazoyi qadar, xudo xohlasa. Avvalo Xudo, lekin hammasi halollik bilan bo'ldi. Akam nima aytgan bo'lsa hammasi bo'ldi. Ishlaring bo'lsa bemalol chiqaverasizlar, Xudo xohlasa. Haqiqatan tavsiya qilasizmi yuraydan? Ha, aka, 100%. Bilyapman, ketyapmiz. Xudo xohlasa. Inshaalloh, xudo xohlasa. Sog' bo'linglar, har doim shunaqangi samimiy inson bo'laveringlar. Inshaalloh biz foydamiz tegayiganidan xursandmiz. Kimga Angliyachilar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, foydamiz tegsa xursandmiz. Uzoqda bo'lganlar onlayn topshirsa bo'ladi, yaqindagilar xudo xohlasa ofisga kelaverasizlar inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Easy Visa, best of the best.